Qizlar, men sizlarga bir narsani tavsiya qilay. Cho'qim shuni elib yeb beqinglar. Men qo'limdagi mana narsani tunaysizlar, Paridio'ningki mahsuloti. Men buni sotmayman, lekin elishni 2 minut qildiringlar bo'lib qolsanglar, cho'qim elib yenglar. Mushu kiyimdan ko'rinib ko'zinglarni yummay olasizlar-yu, ma'u endi rasmiy ham magazimizga ayollar nerdan qiymaydi bizniki shu urug'dan qiyirib qo'ngching deb qo'ymiz, mushu baldur qiymaydi. Tuxum ishlab chiqarishinglar to'xtagandikilar bo'lib qiyirdik degan gapchi. Demak, ma'u Atirgul kapsuli bor-ku, atirgul kapsulini 188 qo'yma ayni vaqt shunda qimmat ko'rgan-ku buni. Qimmat ko'rgandim haqiqatan. Shuning bilan andan ishonmay 3 oy o'tirdim. O'tirib keyin shuni arzu qilib tursa, men singllarim o'sha tug'ilgan kunim sovg'at qilib ekan. Buni yedim. Yeb boshda 2 talda etigan ishkini kechishgan esa men bir xil issiq kelgandek bo'ldi. Shunga chambergimdan Parido sotganlar bekcha qo'y shularga inkas yazsam. Açası bize sıkagende kupta desap degelini açta bulda şu etigende birine keçti birine yan dedi ama qıldı yegendikin şu 13 gün ötkendikin men birdim bir bek paydıqan yerini mo desanglar şu uqam yaqışıldınglar mesela hemimiz akşamıza tişimiz yüzümüz çocuk kaplap hem işte qıp bolap yotqan çırp metaqa vaqtimiz telefonu kallamıza kep qoyup satırıp oynayman deb qo'limiz telefonu ekep qoyup 2-3 minut qilmaylar uflab qolımdanglar anandaki mening o'yetga yeb shu o'yetkiniki yega inkas shu anandaki ma bir qutini tugitib bo'ldim menga chechini sep qo'ydim mana mana yangidan ochdimmish bir qutisini o'zi ataganda birini kechdi birini yesakchu yesab bu shu bir ay to'liq yegan 188 kilometr arziyotgan deb o'yladim chomi filmni yeb bo'lamiz hozir oldin yeb berdim shu mani anandaki ikkinchi bo'lib eng yaxshi ko'rib ishlatgan narsam nima desanglar mush aymalham Mush aymalhamdan hozir men 6 quti shirtib bo'ldim. Qarang. Mani 11-niyasi yutib bo'ldim. Mani qaysi kun ekeldim. To'ng qo'q qilib oldim. Ko'rdingizmi? Men esa bunda 6 quti shirtib bo'ldim. Eng yaxshi narsa mush ekan. Yuzinglarga bosh chiqib bilan o'qitgan maymubak bilan sig'digan mushni cho'qim elib ishirtinglar. Ammo bu yer bu mahsulotdan bek yaxshiligini tavsiya qilaman boshqalarning maskalarini o'qimayman, lekin elish o'lishayotganlaring bo'lib qolsanglar chamberginglar shu ilqa Parido sotgan bo'lib qolsa shulardan chuqur bir tal masat elib sinab beqinglar shiltib beqinglar 3-yo'lab eng yaxshi ko'rgan narsa ma'lum qaranglar maqolam ko'rdingmi mana mushtarak keladi mana chaqab turib pishirtimiz-ku ma'lumga ketiramay buni ajoyib yaxshi ko'rdim voy bu pulim bo'lsa shuni bir 20 qutin biroq elib besib olsam deb oyab pishirtmayman suyab ketay men shu bulutni bir quti 10 joyda olganmish ayab ishirtib pufrab yurib endi mana shu ketiramay shunchalik yaxshi ekanlar ishqilib men buningga pufraqni bekamroq o'zgacha ko'rgandan men shuni yaxshi ko'rib qoldim endi 168 ko'changa haqiqatan qimmatga lekin boshqa nachar markani boshqa qatish naslini emas jinqa shu yilni ilib ishlatsa lekin men cho'qim ilib ishlatanglar hech bo'lmasa 3 kun bir qatam yuzinglarni maylab turinglar. Mening yuzimdagi kimlarlarimni, xiyanchalarimni ko'ratamsizlar, kichikchaslarimni. Demak, mushu men cho'qim elib ishlattinglar. Ras, shuncha yekaynimen to'ysun qilma. Parido setotqalab qolsa cho'qim qo'llab qo'yaman, chunki bunda qo'jang pin champion narsani burun men setib baqqan boshqa markaga deyli bo'lib, lekin mening birdan-bir mushu Parizat qilining mush Parido masatliga o'zimning bir qoyilligim bu ayol to'xtamay tirishidi. To'xtamay o'ginidi. Bir maslahat chiqarish uchun to'xtamay o'ginidi. Masalan, dunyoda depsalmiz ma'lum bir qiz bor ichkirda. Ila qolsanglar shu marketga kiyim chiqdi, ila shu marketga yago chiqdi, ila shu marketga findiye chiqdi. Bir to'liqsizdan joylab o'qimagan odam findiye chiqarish uning cho'ng fansi uning tarkibini bilamda o'ylab beqinglar. Men bu Parizat qini qarab beqinglar, o'ziniki kasbini tashlab, mush butun vujudi bilan mush kesib kirmak oson emas. Chamraklarni ko'rib turmiz. Bu ayolning butun vujudi mush champinni tadqiq qilishlar o'tib ketadi. Qilay desa, bir yilda 100-200 xil champin chiqib yetadi, lekin endi eng yaxshi narsa mush ekanindiki yana birisiga malang xo'shoy. Marshrutim ish quti shetib bo'ldim, hozir tugay deb qoldik. Suyab turib shetotmay buni. Yani bir quti ilib olsam bo'ladi. Bek hatta qutisidan tatib turib ketmay, buni shunchalik amroq ahamiyat oshirayotgan emas. Bir narsa siz yaxshi ko'rib qolganingizda bo'lib ayol kishi
Onun aşık olup kaldıkken men sizlarga eng tavsiya qiladiganim yeyishimiz amsalan manası çokum ilanglar. Mana atirgul kapsuli anandan keyin bir odatimiz kelgan ahvol bor. Shuning mening 2 yutam og'riydi. Shuning kichikkina yordami bo'ldi ekan. Anandan keyin o'sha uyqungizga bek yaxshi o'tgan. Rost degandek atirgul kirdigansizlar, cho'qim ilanglar. Birinchi bo'lib meni ilanglar. Ikkinchi bo'lib meyinglimiz meni ilanglar. Aymelxon. Uchinchi bo'lib meni cho'qim ilanglar. To'rtinchi bo'lib meni boshqa narsa olmasanglarmi? Mushu 4 xil narsadan cho'qim ilib parido ishlattinglar. Bizning uydik bolalar hammamiz parido ishlatadi hozir. Kichikdan tortib 14 yoshdan tortib 23 yoshgacha. Cho'qim ilib ishlattinglar. Yuzinglarni buzib olmanglarmi? Xo'sh.